O'zbekistonda tayyor tom yangiligi. Do'stlar, bu tayyor tomni shunday olasizlarda, mana bunday zanaga shunday olib bitta kiygizib bersalar ham bo'ldi. Endi palon pulga tom qurdirib, palon kun kutishingiz shart emas. Eng qizig'i bu yerimizga hozir 490 kvadratga qilib berishgan. 1 kvadrat metriga bemalol 120 kilo bilan 160 kilolik mana bunday yuklarni bemalol ko'taradigan bo'ladi. Qorda, yomg'irda, shamolda uchib ketmaydigandan bo'ladi. Boshingizga kulfat tushsa tushadiki, bu tomimiz tushib ketmaydi deb akalarimiz 10 yilgacha garantiya berishyapti. Biz ustunsiz 25 metrdan 30 metrgacha qo'yib beramiz deyishyapti. 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak, 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bo'ladi. Bu aytilayotgan narxlar ichida O'zbekiston bo'lib dastlabki ustanovka xizmati konteyner mahsulotini hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Uyda egasidan, zdaniyaning egasidan talab qilinadigan narsa yotog'i yo abetini qilib bersalar ham bo'ldi. Ya'ni shifrgacha tayyor qilib berishadi. Agar shifrini yopib bersalar, 1 kvadratiga 10 ming so'mdan 20 ming so'mgacha qo'shiladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalar, to'liq ma'lumotni berishadi. Bo'ldi.